Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana shu yerda suvyapmiz. Qalinligi bilmayman, taxminan 1,5-2 santimetrda atrofini ko'rsatyapti. 2 santimetr bo'lsa kerak. 1,5-2 santimetr suv olyapti. Shilaka buloqlar o'zi 1 sant suv oladi aslida. Lekin anav rigillarini chiqarilgan hisobiga akalar shunaqa suv olyapti. Charchamanglar, like bosishni unutmanglar, hissinglardan chiqmasin. Akamiz loyatyapti. Men loyapga berib turibman. O'tolib ham charchadi qo'lim, to'g'risi. Sherik bilan billa sekin otib bir-birimizga otib loy tashib yuribmiz. Mana bu Volkswagen 1 sekundda 100 tezlikka chiqadi deydimi hali kinoda. Bu ahmoq esa tomni tagida saqlayapti deydi hali kinoda. Mana shunday qilib. Akalar mana shu ishonamiz, xullas. Mana shu yerdan mana shu yergacha suvaymiz akalar. Nari tomoni ham yonboshi ham bor, mana uni yonboshi ham bor. Xullas suvab qo'ysak bo'ldi. Hojatxona hammom bitdi. Xudo xolasa, uni ham videosini qo'yaman hozir.